Bugun inson besabrlik qilmasin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytgan masala. Gapimni oxirida aytaman. Bir birodarimiz bor. Kelinki u ayolimiz, kelinki o'g'limiz, u kelinki qizimiz, kelinki qo'shnimiz. Uni bir yomon amalini ko'rib qoldik. Demak, urushga, so'kishga, ajralishlikka sabab bo'ladigan deylik. Birodar, uni ham yaxshi tomoni bormi? Shu paytgacha siz bilan shuncha yashab, siz bilan shuncha oldi-berdi qilib, siz bilan shuncha aka-uka bo'lib, shuncha birodar bo'lib, uni bir yaxshi tomonlarini ham ko'rgansizmi? Ko'rgansiz. Birodar, yomon tomonini ko'rganingizda yaxshi tomonini eslang. Yaxshi tomoni ham bor-ku buni deng. Demak, yaxshi tomoniga xursand bo'lgansiz, yomon tomoniga sabr qiling. Alloh taolo uni ham isloh qiladi. O'rtoqlar, oila, farzandlar, birodarchilik, sherikchilik masalalari shunda.